Bu video uy qurmoqchi bo'lganlarga ham, uy olmoqchi bo'lganlarga ham manfaatli bo'ladi inshaalloh. Agar sizda X o'tu, fasadi 10 ga 20 yeringiz bo'lsa va qanaqa planirovkada uy qursam ekan deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, oka, sizga planirovkani dodasini topib qo'ydim. Kirishimiz bilan 6 ga 10 razmerdagi hovli bizani kutib oladi. Bitta mashinaga joy, o'rtada zeleniya zona va odam kirib chiqishi uchun kalitka qoldirilgan. Uyga kirishimiz bilan 4 ga 7 razmerdagi kattagina hovl bizani kutib oladi. Chap tarafda 5 ga 4 razmerdagi oshxonamiz joylashgan. To'g'rida bo'lsa 4 ga 7 zalimiz joylashgan. Havo aylanishi hamda quyosh tushishi uchun 1,5 ga 5 orqa hovli qoldirilgan. Yonida 1,7 ga 1,7 kotelniyasi bilan. Yonginasida 1,7 ga 3,5 razmerdagi umumiy sanuzel. Va yosh kattalar uchun 3 ga 5 yotoqxona. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan 1,5 ga 4 koridor hamma xonalarni birlashtirib turadi. O'ng tarafda 5 ga 4 razmerdagi xona joylashgan. Yonginasida 3,5 ga 4 родительская spalnya. Ichida 2 ga 2 sanuzeli bilan. Va chiqishimiz bilan chap qo'lda 5 ga 3 razmerdagi ikkita bolalar yotoqxonasi joylashgan. Va o'rtada 1,7 ga 3,5 sanuzel joylashgan. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang.